Dasturimizni davom etar ekanmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham ayni damda studiyamiz mehmoni va keling ularni tanishtiramiz. Bugungi suhbatdoshimiz juda ham iqtidorli qizlarimizdan biri, Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi va yutuqlari bilan tanishar ekanman. Juda ham ko'p sertifikatlar, tashakkurnomalar, diplomlar va ulardan biri Innovik 2025 tanlovi g'olibasi, qizlar klubi Jizzax viloyati koordinatori va qolgan yutuqlarni o'zlaridan eshitamiz. Sevinch Baxtiyor va bugungi mehmonimiz. Assalomu alaykum deymiz Sevinch. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun juda ham xursand bo'ldim. Erta tongda mana shunaqa fayzli dasturda sizlar bilan birga ekanligimdan juda ham xursandman. Meni kuzatib o'tirayotgan o'sha Jizzax ahliga, barchasini oilasiga tinchlik va xotirjamlik tilagan holatda yuqoridagilar uchun tashakkur aytaman. Hozirda prezidentimiz tomonidan yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, qizlar uchun ochilgan eshiklar barchasida unumli foydalangan holatda siz aytayotgan yutuqlarga poyma-poy qadam tashlayapmiz. Asosan aytib o'tishim kerak, yaqinda o'tkazildi Innovik. Bu hafta anchadan beri, ya'ni 2023-yildan beri prezidentimiz tomonidan ilgari surilib, yoshlarning g'oyalari, muammolariga bo'lgan yechimlari va qarashlari, ularning fikrlarini keng ravishda o'rganish, tahlil etish, g'oyalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida yaxshigina loyiha o'tkazilmoqda. Ushbu loyiha davomida biz o'zimizdagi o'sha mavjud muammoga yechimlarni taqdim etamiz. Ushbu muammolarga yechimlarni esa yaxshigina pul mukofotlari bilan rag'batlantirilamiz. Va albatta biz bu jarayonlarni kuzatganmiz, o'sha syomka jarayonlarida taqdim etganmiz va u yerdagi jarayonlar juda ham qizg'in, talabgorlar juda ham ko'p, loyihalar o'ziga yarasha o'ziga xosliklari bor. Keling, u yerda ishtirokingizdagi o'sha loyihangiz haqida aytib bersangiz. Ushbu loyiha bolalarimizda ekologik ongni va madaniyatni shakllantirishga qaratilgan eko-ustuvor mobil ilovasi. Bu ilovani ichida o'yinlar mavjud. Ya'ni o'sha siz o'yinlarni o'ynash davomida ongingizda to'g'ridan-to'g'ri psixologik jihatdan to'g'ridan-to'g'ri madaniyatga yaqinlashasiz. Ya'ni siz o'sha jangari o'yinlardan ko'ra yoki bo'lmasa kimnidir o'sha talonchilik o'yinlaridan ko'ra to'g'ri va o'zingiz uchun foydali bo'lgan o'yinni o'ynaysiz. Ushbu o'yin davomida esa o'z-o'zidan insonni bilasiz, bir ishni doimiy takrorlash natijasida xotirasida ham umuman inson miyasida o'sha o'yinga nisbatan yoki bo'lmasa o'sha harakatga nisbatan natijalar paydo bo'lishni boshlaydi. Ya'ni biz o'yindagi ilovadagi o'sha holatlarni real hayotga ko'chirishga, ya'ni real hayotga tatbiq etishga qaratilgan rejalarni amalga oshiryapmiz. Eko-ustuvor mobil ilovasida bolalar uchun alohida bo'limlar mavjud, ya'ni oila bo'limi. Bu bo'limga kirib, agar siz ushbu o'yin bilan, ilova bilan tanishadigan bo'lsangiz, oilaviy daraxt ekish challengelari mavjud bizda. Ushbuni davom ettirishingiz orqali Ekologiya vazirligi tomonidan sizga rag'batlantirish, turli xil sovg'alar va yoki bo'lmasa vaucherlar taqdim etilishi mumkin. Hozir yuqorida aytib o'tdingiz, Eko oromgoh 2025 tanlovida ishtirok etdik. Ushbu tanlov umuman olganda Ekologiya vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan moliyalashtirilgan va biz bunda 7 kunlik seminarda ishtirok etganmiz. Barchasi bepul, faqatgina o'sha ekologiya sohasiga qiziqqan yoshlarni o'qitish, ularga ta'lim berish, umuman olganda loyihalarni yuzaga chiqarishga qaratilgan. Ushbu loyiha sabab bugun eko-ustuvor 4,5 million so'm Innovikda g'oliblikni qo'lga kiritdi. Chunki biz seminar davomida umuman loyiha qanaqa yaratiladi, qayerda muammo bor, demak bolalarga ekologik ong yo'q, singdirilmayapti, qaysi bir joylarda adashyapmiz. Shu kabi muammolar bizga aytildi va biz o'shanga jamoa bilan yechim qilib, bugun mana g'oliblar qatoridamiz. Ajoyib. Juda ham bir yaxshi zo'r g'oya, menga juda ham yoqdi. Darhaqiqat bugungi kunda o'sha farzandlarimizni mobil telefonlardan ayirib olish ko'pchilik ota-onalarimiz uchun mushkul vazifaga aylanib bormoqda. Lekin hozir suhbatdoshimiz aytib o'tganlaridek, agar mana shu yo'sinda va mana shu o'yinni o'ynab madaniy yuksalishini, dunyoqarashini kengaytirib borsa, bu juda ham foydali. Demakki, o'sha smartfonlardan ajratishga menimcha hojat qolmaydi. Albatta, va ushbu loyiha qaysi yosh chegarasigacha amal qiladi bolajonlarni, necha yoshgacha va hozir qaysi bosqichda, qaysi jarayonda? Hozir dasturchilar bilishadi, MVP, ya'ni biroz tayyor test holatida buni 30 ta yoki 40 tagacha bo'lgan talabgorga taqdim etadi. Ular o'z fikrlarini, o'sha dasturdagi muammo kamchiliklarni aytib o'tishadi. Siz shunga qarab keyingi demo variantini yaratasiz. Bu test jarayonlaridan yaxshi o'tishi natijasida o'sha biz bilgan Play Market yoki bo'lmasa App Store
markazlarga yuklanadi va o'shandan keyinchalik ommaga taqdim etiladi. Asosiy g'oyasi bu faqatgina ekologik ongni shakllantirishdan tashqari, bilamizki, biologiya, kimyo yo'nalishlari ekologiyaga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Ushbu holatlardagi darslarni ham buni ichiga video shaklida yuklamoqchimiz. Darslarni o'rganish jarayonida o'sha hozirgi kunda milliy sertifikat bor kimyo va biologiya fanlaridan, o'shalarga ham tayyorlanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Va buni yosh chegarasi menimcha oilaviy challengelar davom etishi, darslarni kirib borishi kichik yoshdagi, ya'ni bog'cha yoshidagi boladan tortib o'sha 16-18 yoshgacha bo'lgan bolalarni qamrab olishdan tashqari oilani ham bir hamjihatlikda ishlashga menimcha chorlay oladi. Va bu loyiha ham o'sha o'zgarishlar, yangilanishlar bilan yana rivojlanib o'sib boraveradi. Bu g'oyani dastlab tashabbus kimdan chiqdi? Dastlab tashabbus o'zimdan chiqqan. O'ylab qaradimki, kimga murojaat qildingiz? biz pedagogika universiteti talabalarimiz, bilasiz, pedagogikada bolalar bilan ishlash jarayoni. Hurmatli ustozim Sharipov Shavkat Safarovichga savol berdim. Ustoz, bugungi kunda talabalardan telefonlarni tortib olish bitta xato. Maktab o'quvchilarida ham shunaqa bo'lyapti. Nega endi bolalar o'qish kerakligini aynan o'sha yoshligida shu maslahatlarni bilishmaydi. Nega aynan o'qish kerakligini bilishmayapti. Faqatgina o'sha gadjetlarga bog'lanib qolishgan deganimda bitta javobni qaytardi. Endi ulardan bu ilovani, umuman bu telefonlarni tortib olishni o'zi bitta xato. Endi ularga kirib kelgan va singib bo'lgan jarayonni to'g'ri yo'nalishga ishlatish uchun yo'naltirish kerak, ya'ni to'g'ri maqsadlar uchun yo'naltirish kerak degandilar. Demak, bolalar o'yin o'ynashni xohlashyaptimi? Demak, bolalar telefonlar bilan bog'langanmi? Biz ularga ekologiyani o'rgatadigan, ongiga zarar bermaydigan va bilim ulasha oladigan o'zimizni o'zbek milliy brendini taqdim etishimiz kerak degan g'oya keldi birinchi o'rinda. Bolajonlarga avval bilsangiz, bizni o'zimiz kichkinaligimizda suvga axlat tashlama yoki bo'lmasa yo'lda ko'rgan narsalaringni olib qo'y. Umuman yerda axlat ko'rsang, tozalab o't degan kichik bir eslatmalar bo'lardi buvijonlarimiz tomonidan. Lekin hozirgi kunga qaraydigan bo'lsak, oilada birga o'tirib suhbatlashishga umuman vaqt qolmayapti. Faqatgina kattalar ishda, bolalar o'qishda, o'qishdan keyin esa o'sha repetitor mashg'ulotlari, umuman olganda oilada suhbat uchun vaqt kamayib ketyapti. Gadjetlarga bog'lanib qolganmiz, kompyuter, telefonlarga bog'lanib qolganmiz. Demak, biz kimdan o'rnak olyapmiz? Telefonlardagi kontent, o'yin, shunga o'xshash bir jihatlardan o'rnak olyapmizmi? Buni ishlatayotganimizda ichidagi narsalar, ya'ni ma'lumotlari to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bizni ongimizga zarar yetkazmaydigan bo'lsa, undan foydalanish shu darajalikda qulay bo'ladi. Ya'ni siz undan qo'rqmaysiz, farzandingizga berishdan ham qo'rqmaysiz. Asosiy vaqtni bolalar telefonda o'tkazyaptimi? Demak, biz o'sha telefondagi ilovalarni to'g'irlaymiz va to'g'ri yondashamiz. Faqatgina bolalar telefonga bog'lanib qoldi deb minus taraflarni ko'rishimiz kerak emas, ya'ni yomon taraflarni ko'rishimiz kerak emas. Demak, bolalar uchun foydali bo'ladigan ilovalar orqali uni rivojlantirishimiz mumkin bo'ladi. Juda ham ajoyib loyiha va omad tilaymiz bu loyihaga, hali yuksalaveradi va natijalar ham yomon bo'lmaydi.